birodarlar guruhi tanlagandan keyin intayin xush bo'ldim, xursand bo'ldim. Men o'zim kichkindan arzu qilgan bir ustozga erishdim. Bu jarayonda o'zim nurg'unlagan ularga tanlagan naqshamda qiyinchiliklarga yo'liqdim. Biz odatda telefonda, ünlüdarda paranglashib ustozimga o'zim yo'liqqan qiyin yerlarga yo'liqqan masalalarni dedim. Degandek akim ustozim intayin yaxshi bir takliflarni berdi. İkisini özü qo'yib berdimchi sizlar qanday naqsh tanlashlar desam ikkisi o'zaro maslahatlashib biz bir naqshni tan degan fikr kelibdi. Ustozim 8-ishimiz Mutallibjonni e'lon qilganda ko'nglimda bir xil andisha bo'ldi. Chunki Mutallibjon ko'p sahnaga chiqqan, bir pishqan naqshchi. Mening sahna hamroyim Muzaffar. Sahna dishimni men alg'a vaqtimda kimdi deb sal jiddiylashdim hamda. Bizning shu sahna hamroyim bilan bir ko'rishib beqish yoki so'zlashib beqish mudoim bordi. Oxiri ko'rishdim, boshqalar chiqishib ketdi. Bo'lsa bir musobaqada yaxshi natija erishishni arzu qildim. Ustozimiz mashq qildirish jarayonida xizmat tufaylidan mashq qilinmadim. Shundoq bo'lsa-mu, ustozim Arkan Abdulla meni to'g'ri tushunib, Mutallibjon bilan tor orqali, telefon orqali ko'rishib, ustozimning yordamida, Mutallibjonning yordamida Tojixon pianistiki naqshini yaxshi mashq qilib tayyor qildik. Sahnaga chiqqan chaqda tortinchoqlik qilmay, o'zini qo'yib berib, urug' tuqqanlarga, do'st birodarlarga, jumladan xalqimizga o'zining ko'ngildagi ovozini yetkazishni chin dilimdan o'tdi.
Mana bu haqiqiy sınaq, haqiqiy beyge, haqiqiy raqobat. Qarmoqqa Erkin efendim shunaqla bizning boshqa 3 nafar efendim xonimi buxodin chiqib ko'rib olgandek qiladi. Hadık çıktı. Hadık çıktı. Tekkür oldu. Mana Erkin efendim hodiq chiqdi degan bahona bari. Yaraslar birodarlar. Endi natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar menimcha sizlarning hodiqlar chiqdi. Biroq biz oxirida yanla natijani olib boqaylik. Ben keskinli eğitip, aç bizden mehallik, Ahmet Karı'nın dalısını sallayayım. Ahmet Karı. Bundan sonra sen bunu da iki kişi ittihan kılıp koyapsaydı mı hakka? Gerçi şunda bolsun mu ben bu erkin inimge bir namazat göstermesen sen bulmaydı. Otellip inimge bir tal bilen. Nayeti nokka hazır mutallibga ikki bilet tashlandı. Xo'sh, sahnimizdan bir tal guli. İki erkisinin bir tacıqanını, talaşqınını zadlı kömepkem cuma. Acayip talaştığını deymen. Sizdan qaysi talışıp yengib oldigandek bo'ldi? Mutalipcan. Xo'sh, navbat. Sizlar sahnaga chiqishdan burun ideya jihatdan qanday tayyorliklarni qilgan? Yoki agarda tanlanmay qolsanglar, sizlarning kayfiyatinglar qanday bo'ladi? Shalinib ketib qolsangiz, ko'nglingiz yerim bo'lamdi. Yo'q, mening ko'nglim yerim bo'lmadi. Chunki mana shunaqa aytiliblar biz ketmoqchi bo'lgan ishkilar, ha? Bunun bir nima demakdas? Onda asaş yok. Unda qasanish yo'q. Bunun bir nima demakdas? Endi sizning Siz tanınıp kalsan mı, ben tanınıp kalsam mı, biz bu ne musabık emas. Biz bir keçilik, bir konsert işimiz çıkıp bugün bizi teklif kıldı diye alette şundan çıkan. To'g'ri. Boşu diyanlık. Atırı. bugungi natija qandaqli chiqishidan qat'iy nazar hammanglarningki qabul qila oladiganliklaringga ishonaman. Erkin Abdulla efendim. Ben şu jarayonda o'zim his qildim. Sen Muzaffarning shundaqligi shaxsiyatsiz qurbonlik berish ro'yi. Yaxshi bo'ldi. Şu meni intayin ta'sirlantirdi. İntayin ta'sirlantirdi. Rahmat. Mutallibcan meniki diga yerimdan chiqdi vaqtim. Meniki o'ylaganim yaxshi. Yaxshi bo'ldi. Hayırlık niyetli. Şuna meniki en haqiqiy qarorim Mutallib Ahad bilan Muzaffar. Mübarek olsun! Mübarek olsun! Şundaq ekrandaki görmən dostlar, naq maydandakı tamaşaçılar öz qrupusida mahirləri düşüb ketiş aldı doğan Erkin Abdulla efendimning şu tapıb çıxarğan qararı bizni hayran qaldırdı, hayajonga saldı. Lekin biz yanla Erkin Abdulla efendimге minnatdarlığımızı bildirimiz. Hem de bizden bu iki nefər mahirimizga omadlar tilaymiz. Keyingi bosqichda ko'rishaylik. Ustozlar bilan xo'shlashib olinglar. Mana buni an'ana bilan zamonaviylikni birlashtirish deymiz. Yuksak hayajon, davr ritmi, ijodiy tasavvur, dadillik bilan yangilik yaratish natijasida bu isil kuy ro'yobga chiqdi. Hamda bu mahirlarning ikkisi o'ngishli qoldi tanlandi. Sizlarga muborak bo'lsin.